Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilarimiz, mana patsientimiz kelishdi. Oyoqlari, ikkita oyoqlarida qadoqlari bor. Bu patsientimiz avval qadoqlarini kestirib, oldirib tashlagan ekan. Lekin bu kesgan bilan qadoq hech qachon yo'qolmaydi qizlar. Yana qayta o'sib chiqishi mumkin. Buni apparat yordamida ildizini kuydirib tashlash kerak bo'ladi. Hozir bizga murojaat qilib kelishdi. Mana biz apparat yordamida kuydirib beryapmiz. Va lecheniyasini ham yozib beramiz. Xudo xolasa boshqa qaytib chiqmaydi inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarda ham katta opoqi ini dadalaring, ayalaringda bo'lsa, shunaqa qadoq bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin.